Assalomu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarimizin təfsilatı bo'lsin. Xitoy Tağırtaq doğrudan 1-ci ayının 25-ci gündəki xəbərdə bildirilishicha, 1-ci ayının 24-cü günü Qırğızistan Poçta pay çeklik şirketi atalmış Şinjan Erkin Soda rayonunun Qashqar viloyatiga o'rnashgan. Qırğızistan Poçta pay çeklik şirketi Qırğızistonning davlatlik strategik korxonasi. Bu şirket an'anaviy poçta mulozimatidan boshqa Yevrosiyo iqtisodiy birlashmasi, Yevropa birlashmasi, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo va O'rta Sharq qatorliq bozorlarni ta'minlaydi ekan. 24-yilda o'tkazilgan ichilish marosimida Qirg'iziston Bedikan cheklik shirkati va atalmış Şinjan Yixua import eksport soda cheklik shirkati hamkorlik kelishimi imzolagan. Qashqar Universal rayon boshqarish komiteti Qirg'iziston yer shari taqsimlash cheklik shirkati, Qirg'iziston Bedikan cheklik shirkati va Qirg'iziston Ahnet paxta pishiqlab ishlash shirkatlari bilan ayrim holda hamkorlik kelishimi imzolagan. Xitoy xabar to'rining 1-ci ayının 26-cı gündəki xəbərdə deyilishicha, 26 yanvar Qashqar viloyati Payzvat nahiyasida yangidan qurilgan 600 ming kilovatlik yuqori besimliq elektr energiyasi turi rasmiy torlashtirilgan. 1-ci ayının 26-cı günü Qashqar viloyati Payzvat nahiyasida Xitoyning Tarim neft şirkati tarafidan qurilgan 600 ming kilovatlik yuqori besimliq elektr energiyasi turi tunji qatam muvaffaqiyatli holda to'liq qo'llanib, Xitoydagi eng chong yakka yo'riqliq elektr energiyasi turida yangi rekord yaratgan. Bu qurilish 2023 yil 5-oyda qurilish boshlagan bo'lib, umumiy yer maydoni 20 ming modan oshdi ekan. Bu Xitoy Tarim neft shirkatining eng chong yakka yo'riqliq yuqori besimliq elektr energiyasi bo'lib hisoblanadi ekan. Bu yuqori besimliq elektr stansiyasi mushu turdagi 40 dan ortiq elektr stansiyalar orasida tok besimi eng yuqori, yetkazish sig'imi eng chong energiya turi bo'lib hisoblanadi ekan. Bu turning yillik tok chiqarish miqdori 1 milliard 40 million kilovat soat ketadi ekan. Bu tür 312 ming tonna o'lchamli ko'mirning o'rnini elib, karbon 4 oksid qo'yib berishni har yili 812 ming tonna azaytganga barobar bo'ldi ekan. Bu turning muvaffaqiyatli to'g'ri olinishi bilan Tarim neftligining yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish miqdori 2 milliard 400 million kilovat soatga yetgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.